bunaqa Oybekda shunday bo'yni tepasida kvartiralar juda kamdan kam sotuvga chiqadi. Bu kvartiramiz 3 xona, 70 kvadrat. Ko'rib turganingizlar bizning zalimiz. Bu yoqda oshxona. Oshxona ham hamma jihozlariga ega, o'zini даже posudalarigacha tayyor qilib qo'yilgan. Oshxonadan chiqqanimizdan keyin bu yerda bizning ikkita xona bor. Bittasi детский, bittasi spalniy. Bu yoqda spalniy xonamiz, spalniy xona ham shunaqa dizaynerskiy remont asosida qilingan, polniy kvartira. O'zini shunaqa chiroyli stiklanniy shkaflariga ega. O'zini diodlari ham ancha yarashib turibdi. Keyin bu yerda bitta bolaga zo'r kichkina детский xonam. Mana buni qaranglar. Ham ko'pchilik buni orzu qiladi. Mana shu narsada qatnashishga. Bu yerda bemalol dars qilib bolalar chiqaveradi. Har bitta xonamizda mana shunaqa datchik o'rnatilgan. Kontrol qilish uchun klimatda. Bu kvartiramizning narxi bo'ladigan bo'lsa $150,000 domimiz. Kelsanglar, ozgina kelishamiz.